Qaynonalar bilan trend. Ahil qaynonalar trendi deb nomlaymiz buni. Kelin ishlab topgan pulini qaynonasiga berishi kerakmi? Berishi shart emas. Ana kelinlar qo'zg'olonda aytadi. Agar maoshimga laqmada tush, ammo kerak. Keyin savol. Kelin ertalab 10-11 gacha uxlab qolsa nima qilasiz? Bo'lishi mumkin uxlab qolishi. Hozir oyijon manda cheksiz kunlarni sanab beradi. Ana urushga kirib ketsa, gal endi uxlab qolsa, endi bu noto'g'riroq. Agar o'g'lingiz keliningizga gul olib kelsa-yu, sizga olib kelmasa xafa bo'lasizmi? Xafa bo'lardim. To'ydan keyin o'g'lingiz oshxonada idish-tovoq yuvayotganini ko'rsangiz, nima qilasiz? Chunki shu paytda yuvmagan endi bitta deyman, xursand bo'lib. Har shanba yakshanba kunlari nabiralar buvilari bilan bo'lishi to'g'rimi? Yo'q, nima? Men sog'inaman, sizga yaqinroq, to'g'ri. Men yakshanba kuni davolangan kuni. Chunki meni eng kichkina farzandim mana Dilbar. 2002. 2001. Oyijon ko'rdingizmi? Men o'zim dumalab katta bo'lganman. Qachondir o'g'lingizni keliningizdan qizg'anganmisiz? Azizim, men biz shunday o'zimizga bizni tinch qo'yganiga xursandmiz. Ko'rolmay yo'q, qizg'anish bo'lmagan. Sen o'g'limmisan, o'saman. Ishim yo'q bilan degandek. 8-mart yaqin. Qanaqa sovg'a olishni istaysizlar? Bilasan, endi men bolam nima yaxshi ko'rish. Dars e'timol bugun o'quvchilarni tabriklashdida. Maktabda o'qituvchilar tabriklaydi-ku. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini 3 tomli kitobini berdi. Agar shunaqa yuragim qaqirib ketdi, men o'qiyman. Men uchun o'yladim, eng zo'r sovg'a shu. Ikkinchi sinf bolalari shunaqa like arziydi lekin. Shuni telefoninglarni ochasizlar va bursga kirasizlar. O'zingizlar xohlagan narsani tanlaysizlar, chunki yo'lda assortiment katta, hamma narsani topsanglar bo'ladi. Atigi 2 soniya vaqtingiz ketadi. O'zingizlar xohlagan narsani tanlashga va bemalol tanlaysizlar hamda uyingizga yetkazib berishini kutasizlar. Agarda yana shunaqangi holatlar bo'ladi, uyingizga yaqin bo'lgan PVZlarga borib, o'zingizlar primerka qilib, ko'rib va yoki bepul uyingizga dostavka qildirsanglar ham bo'ladi. Valbrisi shunisi zo'rki, hamma narsani topsangiz bo'ladi. Siz ham bilmasangiz, hozirroq Valbrisni yuklab oling. O'g'il nabirangiz ko'p bo'lishini xohlaysizmi yoki qiz nabira? Qiz yo'qadi, nimagadir. Bu bilan bizni savollarimiz tugadi va sizlarni bayram bilan tabriklaymiz. Mana. Guldan tashqari ichida mana bu narsa bor ekan. Men ko'rib qoldim. Ilohim. Avvalambor ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Xudochilik, mingilchilik. Bu $100 qat'iy ishlatasizlar. $100 ga Valbrisda qancha narsa olsa bo'ladi.